Bugundan boshlab sog'liqni saqlash bo'yicha ham favqulodda holat e'lon qilamiz. Andijonda topshiriq bergan edim. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi boshlanadi. Viloyat hokimlari bunga bosh bo'ladi. Buning uchun hududlarda butun tibbiyot tizimini barcha shifokor va hamshiralarni safarbar qiladi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari, oblzdrav, raisdrav rahbarlari shifoxona va poliklinikalarda eng avval kutish joylarini, qulay o'rindiqlarni ko'paytirib, navbatni tartibga keltiradi. Ona bola xonalarini tashkil qiladi. Nogironligi borlar erkin harakatlanishi uchun kirish-chiqish joylari, xona va yo'laklardan inklyuziv muhit yaratadi. Tibbiyot muassasalariga fayz olib kiradi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2025-yil 7-mayda o'tkazilgan tibbiyot xodimlari bo'yicha yig'ilishda berilgan topshiriqlar yuzasidan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar topshiriqlar berilgan edi. Mana shu topshiriqlar yuzasidan 5 ta maqsad, 18 ta yo'nalish belgilab olinib, tuman tibbiyot birlashmasida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Har bitta maqsadda, har bitta yo'nalish bo'yicha mablag'larni aniqlash maqsadida xatlovdan o'tkazildi. Tuman markaziy shifoxonasi, 33 ta oilaviy poliklinika hamda oilaviy shifokorlik punktlari xatlovdan o'tkazilib, tegishli mutaxassislar bilan xulosasini olgandan keyin mana qariyb 10 milliarddan ortiq mablag' hamda ta'mirlash hamda jihozlashga zarurligi belgilab berildi. Viloyat hokimimiz tomonidan farmoyish chiqarilib, 10 milliard mablag', 5 milliardini viloyat injiniring kompaniyasiga hamda 5 milliardini tuman markaziy shifoxonasiga ajratib berildi. Buning natijasida bizlar mana shu 5 milliard injiniring kompaniyasi tomonidan qurilish ta'mirlashlarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Mavjud 33 ta oilaviy shifokorlik punkti, oilaviy poliklinikalarda 6 tasi og'ir hududlar toifasiga kirgizdik. 6 ta oilaviy shifokorlik punktining 2 tasini 2025-yilda viloyat hokimligi tomonidan Badaxshon oilaviy shifokorlik punktini qayta qurishga hamda mustaqillik oilaviy shifokorligi qo'shimcha biroq qurishga belgilab olindi. Oldimizga qo'ygan maqsadlar 5 ta hamda 19 ta vazifalar yuklatilgan. Mana shu vazifalarni, maqsadlarni birin-ketin amalga oshiryapmiz. 90 kunlikdagi amalga oshirilgan ishlarimizdan aytib o'tadigan bo'lsam, bemorlar kelganda juda katta qulayliklar qilindi. Registraturaxonada bemorlarni qabul qiladigan o'rtadagi to'siqlar olib tashlandi. Xonalar keng, yorug' holda kengaytirildi. Bemorlar uchun, homiladorlar uchun o'tiradigan o'rindiqlar qo'yildi. Ona va bola xonasi tashkil qilindi. Nogironlar kirishi uchun ichkarida hojatxonalar tashkil qilindi. Bularni hammasida yangicha islohotlar, yangicha yondashuv bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Bu uchun biz muhtaram prezidentimizdan, viloyat hokimidan, tuman hokimidan, boshqarma boshliqlaridan juda ham minnatdormiz. Juda ham yaxshi qulayliklar qilindi o'zimiz uchun ham, aholi uchun ham. 33 yillik mehnat faoliyatimda mana bunday qulaylikni birinchi marta ko'rishim. Mana shunday qulayliklarni ko'rgan holatda ish faoliyatimizni yanada kuchaytirishga va'da beramiz.